so'zi gazetasining navbatdagi bibliografik sharhi. 2026-yil 9-iyul 139-sonida birinchi sahifasida 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili jumlasi bilan boshlanadi. O'zbekiston Prezidentining Belarusga rasmiy tashrifi boshlandi. Belarus va O'zbekiston munosabatlari strategik tus olmoqda. Tamaddunlararo hamjihatlikning muhim poydevori, yashil shahar tamoyillari barqaror taraqqiyot garovi. Vazir deputatlar savollariga javob berdi. Kun tartibida islohotlarni chuqurlashtirish va qonunchilikni takomillashtirish. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 17-yalpi majlisi ochilishi to'g'risida axborot xizmati. Global tinchlik va ma'rifat tashabbusi nomli maqolalar gazetamizning birinchi sahifasida chop etilgan. Gazetamizning ikkinchi sahifasida faol siyosiy muloqot e'tirofi, qonunlar ijrosi qonun osti hujjatlari sifatiga ham bog'liq. Vazir deputatlar savollariga javob berdi. Xalqaro tajriba almashinuvi, osoyishta muhit farovonlik kaliti, yo'l infratuzilmasini takomillashtirish, harakat xavfsizligi kafolati. Ushbu gazetamizning 3-sahifasida Belarus va O'zbekiston munosabatlari strategik tus olmoqda. Yashil shahar tamoyillari barqaror taraqqiyot garovi, ezgulik yo'lida birlashuv, mahallada yangi hayot shukuhi, o'zbek paxtachiligida tub burilish kabi maqolalar joy